Hayırlı gün. Sizni o'zimizning muzeyimizda ko'rishingizga bek shodman. Mening ismim Nigina, Saushti maktabining 7-sinf o'quvchisi. Sizni tug'an yaqin yurani maktab muzeyina ekskursiyaga chaqiraman. Muzey 2007 yil fevralida ochildi. 2008 yilda maktab muzeyi ismi belgili turida tanqidga ega bo'ldi. Muzeyimizning birinchi bo'limini rahim etigiz. Bu So'g'ishgan dom bo'lmasi deb ataladi. Анда Buyuk Vatan so'g'ishi bilan bog'liq eksponatlar to'plangan. Shu temaga o'tkaziluvchi tarbiya soatlari, botirlik darslari o'tkazganda biz bu bo'lmaga yish murojaat etamiz. Buyrakda o'zimizning yoshdagi giroy pionerlarning so'g'ish vaqtidagi botirliklari, Sovetlar Soyuzi giroylari turindagi ma'lumot bizga zo'r o'rnak bo'lib turadi. So'g'ishda ko'rsatgan botirligi uchun Sovetlar Soyuzi giroyi ismi olgan birdan-bir giroy rayondoshimiz Aleksandr Kuzma o'g'li Ksenofontov bilan tanisha olamiz. Dahshatli so'g'ish yillarida so'g'ish qirg'inida ham tilda kishilarning nini turmush olib borularini ko'zallarga bizga boboylarimizning so'g'ishdan yozgan xotlari yordam etdi. Etilarning so'rg'ayib bitgan ushpishmoqli soldat xotlari saqlovchi Qiyamova Muqaddisa opa bilan Vahidova Nuriya opalarga biz zo'r g'ururlik bilan suqlanib qaraymiz. Ovulimizdan so'g'ishga ketgan eng yosh so'g'ishchi Gemadiyev Eduard obidan Sayfiddinov Yusuf obining turmush yo'li ham ularning olgan bo'laklari bilan da tanishamiz. Bu bo'lmada maktab o'quvchilari kuchi bilan to'plangan til veteranlari, so'g'ish ribolari turindagi ma'lumotlar da saqlanadi. Ma'lumotlardan ko'ringancha, Buyuk Vatan so'g'ish ovulidan 184 kishi ketdi. 122 yo'ldoshimiz yov qirinda mangilikka yotib qoladi. 62 veteran qaytgach vafot bo'ladi. Bizda patriotlik hislari tarbiyalovda ularning roli bo'ylab bitirgisiz. Muzeyimizning oldagi bo'lmasi Lenin ismidagi tajriba yetishtiruv xo'jaligi deb ataladi. Bunda bu zo'r xo'jalikning turli yillarda yetakchilik etgan liderlari, oldingi xizmatkorlari, ishlab ketgan bir kishilari turindagi ma'lumot bilan tanishamiz. Bu bo'likda Saush ishlari kollektivina mangilik saqlovga berilgan bayroqlar ham sotsialistik yo'nalishlarda jinggan uchun berilgan vimpel saqlanadi. Bunda biz xo'jaligimizning sotsialistik xizmat giroyi Uraqam Shukish oltin medali egasi, KPSSning 25-syezdi delegati Karimova Gulbeka opaning xizmat yo'li bilan da tanishamiz. Shulay o'zimizning ovulda tug'ib o'sgan shu tuproqda xizmat qo'ygan maqtovli tirlikchi, ekinchi ham mexanizatorlarimiz turida ma'lumot ola olamiz. Bugungi kunda da biz ovuldoshlarimizning xizmatda ko'rsatgan botirliklari turida ma'lumotlar to'plovini doimiy olib boramiz. TSSR tuziligi 100 yil to'luv o'ng'ayidan ovulimizni tuzuklantiruvga o'zlarining tirishliklarini qizg'anmagan fidakor kishilarni barlab stand bo'lardik. Biz ular boshqargan ishlarga qarab so'qlanamiz, ular bilan g'ururlanamiz. Maktab tarixi ana turli yillarda yetaklagan direktorlar bilan ilkigi singli bo'lmasida tanishib o'tamiz. Hozirgi bugun o'quvchilarni ilkigi maktab partisidan olib, metalldan ishlagan yuqa qalam bilan qora sovutindagi qoraqam olib yozuv, ilkigi alifba, arifmetika darslari, shu yerda klass bo'lmasida isboblar, bosib turadigan qora toqta bek qiziqli eksponatlar bo'lib sanaladi. Belgilikda kichkina klasslarda o'quvchilarning boshda oktyabryat, anari pioner bo'lulari, yuqori klasslarda komsomolga ko'tariluvi turida biluv o'quvchilarni qiziqsintiradi. Shu zamondagi bolalar uyushmalarining zo'r tarbiyaviy ahamiyati onlarga pioner tarixi stendi da yordam etdi. Bu bo'lmada ilk o'qitgan o'qituvchilar Vasiliy Zoyeva bilan Vasiliy Grigoriy Vasilyevichning ish qog'ozlari, kundalik plan, bo'laklar g'amotlari bilan tanishamiz. Safiullin Rashid obining xizmat darsida ishlagan qo'l ishlamalarini ko'rib so'qlanamiz. Hozir sizni muzeyga kelgan har kishining yaratib, qiziqsinib kira turgan bo'lmasi ovul uyini chaqiram. Bizning ati-enilarimiz, abi-boboylarimiz shunday uylarda yashaganlar. Yurtlar o'tin yog'ib jiltilgan chirlarda Tatar ovul uylarining tub aybiri bo'lib oqshar bilan motorab og'atilgan zo'r mish solgan. Mish qarshında qiymoq, tush usti, ipi pishirganlar, shuyin bilan osh shulpasi qo'yganlar. Bu ishlarni boshqaruv uchun tobag'ash, ipi qolog'i, uxvat kullanganlar. Qozonda oshag'a pishirganlar, kerak-yaroqqa suv jiltganlar. Yuvinu kerak-yarog'i uchun qumgan zo'r o'rin tutgan. Uning ichi motor qo'shag'allar, turli shibili ilginlar, chorshovlar bilan bezalgan. Turda yo'qlov o'rni sakka bo'lgan. Anda motor etib yostiq to'shaklarni qobartib jiyib qo'yganlar. Bolalar tug'andan olib o'tira boshlanganga qadar beshikda bo'lgan.
Шулай ук иң кадерле кием-салым, сөлге, тастымаллар, бирнәләр саклау өчен сандык татар өенең бизәге булган. Почмак якта өстәл торган. Өстәлгә эскәдерләр, сәкегә корама дип атала торган якмалар ябылган. Чәйне самовар белән кайнатканнар. Эчү өчен ялтыравык кәгазьгә шакмаклап төрелгән такта чәй аеруча популяр булган. Чәй эчү өчен чынаяк тәлинкәләр, агач кашыклар кулланган. Музеебезнең иң зур бүлеме гомуми зал дип атала. Бу зал, үзегез күргәнчә, авылыбызның, аның халкының көнкүреш, кием-салымын, тормыш кирәк-яракларын, эш коралларын күзалларга мөмкинлек бирә. Эш коралларының күпчелеге кулдан ясалганга күрә, шул чорның уңган осталары, һөнәрчеләре булу турында уйланасың. Тал чыбыктан үрелгән кәрзиннәр, агачтан ясалган май язар өчен гөбе, эчемлекләр саклау өчен тәпәннәр, бала арбасы, агач көрәкләр, тимер эш коралларының саплары, җепләрдән тукылган тукымалар, туку станогы элементлары, төрле чиккән тукымалар авыл кешесенең эш төрләре турында сөйли. Кешеләр эш кенә түгел, күңел ачуга да зур әһәмият биргәннәр. Төрле гармуннар, җир язмалары булган пластинкалар, магнитофон, кинофильм ленталары, элекке чордагы газета-журналлар, төпләмәләре дә бар бу бүлмәдә. Нумизматика өлешендә элекке акчалар, үзбәк акчалары да күрәбез. Иң борынгы тәңкә акчалары 18нче гасырга карый. Гомуми бүлмәдәге тагы бер стенд белән таныштырасы килә. Ул бай тарихлы авылым бар дип атала. Бу стендта авыл халкына хезмәт күрсәтүче җәмәгать урыннарының элекке һәм бүгенге чагылышын күрә алабыз. Шулай ук авыл урамнарының исем-атамалары белән таныша алабыз. Сираҗдинов Касыйм, Тәлгать, Хәмисов абыйлар, Гарифуллин Васыйл абый, Баһавиева Бибинур апа, Кариев Әнәс Кари улы белән дә аларның тормыш юлын чагылдырган альбомнар белән таныша алабыз. Шунда ук авыл тарихы, татар халкының милли бизәкләре, эш кораллары, стендлары да бар. Сүземне йомгаклап, шуны әйтәсем килә. Үткәнне, белмәгәннең киләчәге юк. Үз төбәгенең тарихын, үз халкының язмышын белгәннәр генә тәрбияле, камил, акыллы дип әйтеп була, минемчә. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.